Şu kompyuter degan balo bo'ldi, akalar meni rejimim buzilib ketdi. Bolam ishdan kelaman, shu to'g'tani taydan chiqmayapman. Kecha soat 1-2 gacha tindirmayapman. Soatga qarasam, o'sha 5 soat o'tib ketgan bo'ladi. Yaxshi narsa emas. Zilo bu kompyuter. Videodan o'zi maqsadi boshqa narsa edi. Hech qanaqa mavzu yo'q edi. Endi bir narsadan boshlashim kerak edi deb videoni boshlayapman. Qo'limni tomirlarini maqtagan holatda. Akalar shu kunlarda menga seryozni odamlar podpiska tashlayapti, yozishyapti va hokazo. Men u odamlarni yoshligimda televizorlarda eshitardim, havas qilardim, vo palonchi, pistonchi va hokazo deb. Shunaqangi mana Xudoyim menga imkoniyatlar berdi. Shu odamlar bilan o'sha lichna gaplashishga возможностьlar yaratilyapti. Nima demoqchiman bu narsa bilan bu videoda? Erkak kishi любой narsaga harakat qilsa, erishsa bo'ladi ekan. Avvalambor to'g'ri yurish kerak ekan. Birinchi o'rinda akalar to'g'ri yuringlar, naleva направо yurmanglar. Men yomondurman, so'kinarman balki-da, lekin o'zim va atrofimdagi yaqin insonlarim biladi men Amerikada qanday yurishimni. Hech qanaqa bir ortiqcha narsa qilmayman, boshqa qilmayman. Shunaqa gap Xudo beraveradi ekan, akalar, mujiylar, sabr qilinglar, to'g'ri yuringlar. Hammasi zo'r bo'ladi, beradi. Ishoninglar, mana boshimdan o'tdi. Bekardan quruq gapirayotganim yo'q, quruq gap emas. Hammasi cho'tki bo'ladi. Shunaqa normalniy sportsmenlar, aktyorlar podpiska tashlayapti. Ko'rib realni xursand bo'lyapman. Yaxshi odamlar ko'p bizda haqiqatdan. Negativlar ham ancha kamayib qoldi. Lichkamga ham yozyapti turgan insonlarni o'qiyapman. Boringlarga shukr, videolarni hali davom ettiramiz. Odamlarga o'zi yoqyapti, odamlar o'zi tushunyapti meni hazillarimni. Hammalarga rahmat kattakon. Shunaqa akalar, bitta o'zinglar yashasanglar, shu ertalabdan kechgacha kompyuter tagida o'tirasizlar ekan. Vaqtni shunaqa qilib o'tkazasizlar, iloji yo'q. Effektsiz video oldim.